Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari va kanalimiz a'zolari. Ro'zalar bilan charchamasdan ro'zalar tutyapsizlarmi? Mana bugun ishimizni yakunlab oldik. Bugungi bo'lib turgan ishlarimizda mana retseptlarimiz yig'ish jarayonida. Qator addini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda yana retseptimiz. Ertaga xudo xolasa krilolarni qo'yib, kraskaga tayyorlaymiz. Buni ham qo'yamiz. Shu persepimizdan boshlasalar ekanlar. Bugun mana bu persepimiz razmeri 2.10 ga 1.30 cm. Bo'rtimizning balandligi 37. Choklarimizga bitta ham e'tibor ko'rsatamiz. Ko'ryaptimi? Akalarimiz ko'ngilda chiroyli qilib ishlayapti. Resorlarimiz persepda zavodskiy besrolli resorlar. Instrument kalapkalarimiz yangi bo'ladi. Amortizator yangi qo'yamiz. Stupitsamiz Cobalt. Balonlarimiz holati yaxshi mana. 13 diska balondagilar. Nexia'ni diska baloni ekan. Bortlarimiz doimgidek orqaga ochiladi. Zakaz qilsa oldindan ochib beramiz. Ramalarimiz shuyler. Bu profillarimiz stenkalari 2 bo'ladi. 4 ga 4 bo'ladi. Bortimizda 2.5 ga 4, 2 stenka bu ham. Idishlar sistemamiz akalar. Bu ham. Bunisi ham 6 ga 4, 3 stenka bo'lar ekan. Bu persepimiz. Xudo xolasa montaj ishlari olib borilyapti unda ham. Bu persepimizning razmeri 1.30 ga 2.40 razmerda. Yamalarimiz shuyler, mana kraskalarimiz xudo xolasa sepib chiroyli qilib o'tlarimizni qatirib qo'ydik. Bu persepimizning baloni 12 balonda, ya'ni Damas'niki. Krelosi buniki 2 mm temirdan bo'ladi. Bunisini akalarimiz zakaz qilishgan, plastmas krelo qo'yganing deyishgan bizga. Bortlarimiz ko'rib turibsizlar, atsinkovka material bo'ladi, zanglamaydi. Chiroyli xizmat qilib beraveradi sizlarga. Hop, mana ходовой частimiz bitgan holati. Amortizator, resor, stupitsalarimiz bunga yangi qo'yilgan. Persepga yangi stupitsa turibdi. Zakazga qarab qo'yib beraveramiz. Uncha katta farq qilmaydi. Bu persepimiz ustida karkazi bor. Buni tentli holatda bitirib beramiz. Karkasimiz mana poladan 1.50 cm karkas bo'ladi shu. Karkasning orqasiga eshik xohlasalar, eshik qilib beramiz. Menga shart emas desalar, qilmaymiz akalar. Karkasimiz ko'rib turibsizlar, syomniy holatda bo'ladi. 7 ta bolt bilan ajraydi, 7 ta bolt bilan qatadi akalar mana. 3 ga 2 3 stenka profil. Baquvvat, xudo xolasa. Uncha yuklaydi. Moskvaga qatnaysizlarmi, Abusaga qatnaysizlarmi? Ustiga qo'yib olsalar, kelaveradi, xudo xolasa. Bu persepimizning razmeri 1.40 ga 2.30 razmerda. Stofar montajlari tayyor holatda buniki. Bitgan. Holimiz mana akalar. Holimiz shu holatda bo'ladi. Holda qalinligi mana 1 cm 3 mm pressovniy biryozovoy faner. Ya'ni bu polimiz suv shimmaydi. Chiroyli qilib samariz bilan qatirib beramiz. Ovoz chiqmaydi. Bemalol chorva mahsulotlarini, ya'ni mol, qo'y yuklasalang, buni ustiga endi iminni o'sha mol, qo'y, chorvaga zakaz qilsalang, biz buni qalin 4 cm sasna polvasi beramiz. Yo'q, menga abishniy holatda desangiz, shu holatda chiqadi akalar. Keyin u chorva uchun desalang, bu bortini lis qilib beramiz. Xohlasalang atsinkovka qilib beramiz. 2 mm atsinkovka bo'ladi. Xohlasalang 2 mm qora lisni to'rsili qilib, kraskalarni sepib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Yana zamoglariga keladigan bo'lsak, zamoglarimiz mana
Van Meer zamogimiz 750 kilogramlik. Yana aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsalardan nima qolyapti? Farkob masalasiga kelsak, hamma mashinalarga farkoblarimiz bor. Zamoglarimiz mana. Zamoglarimiz 750 kilogramlik Van Meer zamog. Masalan, mana sharovoyda ustiga bo'lsa, qotadigan shariklarimiz ham bor. Papa mamalarimiz komplet. Masalan, dastavka qilib beramiz buni. Krelolar bor mana. Pornikali so'llar bor. Zamok 4 cm, 5 cm, 6 cm, 1 tonna 400 ligidan. Yangi holatda. Resorlarimiz bor ekan mana. Zo'rlar 5 siloli resor, Perseptosning zavodskiy resori bo'ladi bu. Shariklarimiz 2 marta bukilgan, 1 marta bukilgan hammasidan bor. Tarkiblarimizni dastavka qilib beramiz. Hamma markaga mavjud. Dastavka qilib chiqarib beramiz. Avval do'stlar. So'nifga qilasizlar, xudo xolasa 1 ga 1 tushadi. So'nifga qilishni ustalar endi tushunmagan bo'lsa, videoni tashlab, so'nifga qilishiga yordam beramiz akalar. Kesalang, xolasalang qo'shma mosli variantda, xolasalang yakka mosli variantda tayyorlab beramiz. Tentli, tensiz holatdan chiqaradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Qo'shtepa qishlog'ida 12 ta viloyatga dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 176 3688. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.